Vahb ibn Munabbihdan bunday rivoyat qilinadi. Bir rohib ibodatxonasida edi. Shayton uni adashtirmoqchi bo'ldi, lekin eplay olmadi. Shayton uning oldiga kelib unga och dedi. Rohib javob bermadi. Men Iso Masihman dedi shayton. Rohib: agar Masih bo'lsang, seni nima qilaman? O'zing bizni ibodat va jiddiy jahd qilishga buyurib, bizlarga qiyomat va'dasini bergansan. Agar bugun boshqacha xabar olib kelgan bo'lsang, sendan uni qabul qilmaymiz dedi. Shunda men shaytonman. Seni adashtirmoqchi edim, qo'limdan kelmadi. Oldinga keldim. Mendan istagan savolingni so'ra, javob beraman dedi. Sendan biror narsa so'rashni xohlamayman dedi rohib. Keyin ortiga o'girilib ketdi. So'ng rohib uning taklifiga qo'nib, eshityapsanmi dedi. Ha, eshityapman dedi shayton. Menga aytchi, odamzodning o'zining ziddiga qilgan qaysi ishlari senga ko'proq qo'l keladi dedi. Shayton: tezoklik, ya'ni jahldorlik. Agar inson tezoq, ya'ni achchig'i tez chiqadigan bo'lsa, biz uni bolalar ko'pto'kni o'ynatgani kabi o'ynatamiz, deya javob qildi. Hikmatlarda o'qidimki, kufrning 4 ta ustuni bor: g'azab, shahvat, tamagirlik va qo'rqoqlik. Vahb ibn Munabbih